Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Yana bitta obyektimizda santexnika ishlarini yakunlaganimizga deyarli 10-15 kundan oshdi. Ishimizni ko'rishingiz mumkin. Yana ishimizni bitirgandan keyin ilingan odam kirib chiqqandan keyin mana shunaqa rasvo bo'lib qolgan, qarab e'tibor qilasizlar. Hozirgi vaqtda styajka qilish ishlari amalga oshirilmoqda, ko'rishingiz mumkin. Obyektimizni isitish tizimida ham tepli poldan, ham radiatordan foydalanganmiz. Har doimgidek kombinirованный sistemada qilmoqda biz. Rayterlarimizni olanishiga baho beringlar, qaranglar, akkurat turibdi. Ko'rasizlarmi? Xo'p, tepli polimizni maxsus kommunikatsion termostatlar orqali boshqarmoqda biz, ko'rishingiz mumkin. Yezlardan tashib ketganimizda kablni keyinchalik tortib yuboriladi. Bu joyimizga radiator qo'yganmiz. Kollektorimizning taralishiga alohida baho beringlar, qaranglar, akkuratni ideal taralgan. Sanozilimiz ham xuddi shuna, sushilkaga tochka chiqarganmiz. Unitaz, dush, rakvina, stiralka. Qanchalik ko'rinayotganligini bilmadim, lekin ish chiki-chiki deydi. Birinchi qavatimizda hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana shunaqa holatda qilganimiz. Lekin ish mana shunaqa akkuratni idealni bo'lsa, odam ko'rib haqiqatan mazza qiladi. Qaranglar. Eshiklarga salga zish tashlaganmiz, tepli polimizni ko'rishingiz mumkin. Spalniga tepli pol qilish mumkin emas deydiganlar uchun maxsus video ko'rishingiz mumkin. Spalnimizga ham tepli pol qilganmiz. Mana shunaqa holatda. Ikkinchi qavatni ko'rsatamiz olib chiqib. Sokamayla. Xo'p, ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatdan xuddi shunday qaraydi o'zi. Sokalarimiz salgina. Qisqasi ikkinchi qavatimizda ham xuddi shunday ham tepli pol, ham batareya qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita radiator qo'yganmiz, mana shu yerga tepli pol qilganmiz. Radiatorga tochka chiqarganmiz. Dushimizga, sushilkaga bu tomoni mana shunaqa holatda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizda ham xuddi shunday ham tepli pol, ham batareya qilganmiz. Ikkinchi qavatimizda ikkita sanozil mavjud. Birinchi qavatimizda bitta. Mana shunaqa holatda ko'rishingiz mumkin. Sanozilimiz montajlariga alohida layklarni emaslar. Mana akkuratni turibdi. Mana shunaqa holatda qilganmiz. Xo'p, kollektorimizni baho berish o'zingizlardan qanaqa kollektorimizga qaranglar, akkuratni bir tekis chiroyli ideal turibdi. Bu joyimizda ham tepli pol, aytgandek, ham radiator qilganmiz. Devor yonlaridan qochirganmiz, demper lentalar urganmiz. Qisqasi gapirsa gap ko'p, lekin ishni sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Ya'ni o'zini ishini maqtayapti deyishlar mumkin. Garderobdan tepli pol qurganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hidni kamaytirish uchun mana shunaqa tepaga kalens tepaga chiqaraveramiz, xudo bo'lsa. Ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa akkurat idealni chiqqanligini ko'rib odam mazza qiladi, lekin to'g'risi ishimizga yoqqan bo'lsa, ayamasizlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qiziqarli, sizlarga foydasi tegadigan videolar bundan keyin ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Kuzatishga davom etinglar, joningiz sog' bo'lsin.